Assalomu alaykum qadrli do'stlar, ko'rdingiz a'zolari. Uzoq va kutilgan tanaffusdan so'ng men yana mikrofondaman va yana sizlar bilanman. Biz 30 yillik dahshatli marafonni tugatib biroz dam oldik va mana bugun kanalimizga katta yangiliklar bilan qaytyapmiz. Bugungi videoda men sizlarga marafonning yakuniy taassurotlari va yozgi rejalarimiz va shu kunlar ichida hayotimda sodir bo'lgan ba'zi voqealar hamda xalqaro do'stlarimiz haqida to'liq gapirib beraman. Demak, kecha kutilmagan crash bo'ldi. Dual boot tizimida Linuxni qanday o'chirib yuborganim haqida hozir gapirib beraman. Demak, men notebookimga Linux o'rnatgan edim, bilsangiz kerak. Ko'p videolarda aytdim buni. Lekin kecha tizimni mukammal bilmaganligim uchun va ba'zi narsalar bo'lganligi tufayli xotirasi to'lib ketganligi sababli operatsion tizim butunlay quladi va bootloader xatosini berdi. Men tizimni butunlay o'chirib tashlashga va kechasi bilan noldan qayta o'rnatib dasturlash muhitini boshqatdan tiklashga majbur bo'ldim. Demak, tiklashga urindim kecha va muvaffaqiyatga ham erishdim. Mana hozir Linuxni to'liq o'z muhitimni qaytarib oldim. Bu menga juda ham katta tajriba bo'ldi. Xullas, asosiy Linux haqidagi yangiligimiz shu edi va endi Message Drahus, ya'ni Kodi Hustle kanali asoschisi, u YouTuber va vibe coder va 15 yildan ortiq tajribasi bor dasturchi. U menga Trackcast ilovasini tavsiya qilganda yaratib ko'rdi va shu orqali men undan $100 ushlab oldim va hamkorlik bitimini ham tuzishga muvaffaq bo'lgandim. Demak, biz endi yangi yil professional loyihalar ustida ham ishlaymiz. U Message bilan va bu degani yozgi ta'til shunchaki bekor o'tmaydi. Oldinda hali real full stack buyurtmalar va dahshatli amaliyot kutmoqda. Xullas, hozirda mana shunaqa gaplar va ikkinchi YouTube kanalimda buni ko'rsatib olay. Ikkinchi YouTube kanalimda, ya'ni bu YouTube kanalimda bu yerda HTML/CSS darslari boshlagan edim. 3 oy oldin boshlagan edim. Va lekin afsuski Linux tizimiga o'tganim bilan va dual boot qilganim bilan bu ham sal to'xtab qoldi. Bu videolar chiqarishim. Mayli, bir oydan so'ng buni ham davom ettiramiz. Hozir asosiy kanalimizda faoliyat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Azizbek Abdullayev, ya'ni bu men va bu yerda YouTube akkauntimiz turibdi. Bu yerda 34 ta video bor. Hammasi deyarli devlog videolari
bu juda ham zo'r chiqqan edi va sizlarga agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib qo'yishni tavsiya qilaman va bu juda sizga foydali bo'ladi albatta. Xullas, rejalarimiz hozircha shular va YouTube kanalimiz hali albatta rivojlanadi. O'tgan videoda biz oxirgi videoda Linux setupim haqida gaplashib o'tgan edik. O'shanda eng birinchi marta DualBoot qilgan edim. Va hozir juda ham ko'p o'zgarish qilib Linuxda ishlayapman hozir. Windowsni faqat montaj uchun, YouTube videolarini montaj qilish uchun ishlatyapman. Xullas, shunaqa yangiliklar do'stlar. Tanaffus tugadi, tizim yangilandi, buyurtmalar tayyor. Endi kanalda videolar va ba'zi qiziqarli narsalar muntazam davom etadi. Agar sizga ushbu dasturchi kundaligi va qaytish videomiz yoqqan bo'lsa, videoga dahshatli qilib like bosing. Linux bilan bog'liq sarguzashtlarimga va freelancer yangiligimga izohlarda o'z bahongizni bering. Keyingi dahshatli videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.